Yerda namoz o'qisanglar kuchli bo'lar ekan. Allohga shukr. Namoz o'qisanglar mana shu yerda Qur'onni nozil bo'lgan odam o'chirdi. Alloh Muhammadan rasululloh. La ilaha illalloh. O'zing kuch quvvat ya Rabbi. Ya Rabbi. Allahu ekber. Ya Rabbi. Başka kichkinagina joydan o'zib. Mana shu kichkinagina tosh. Ya Rabbi. Senga shukr. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu vasallam. Yerda namoz o'qisanglar kuchli bo'lar ekan. Allohga shukr. Namoz o'qisanglar mana shu yerda Qur'onni nozil bo'lgan odam o'chirdi. Tog' ichida namoz o'qilar kerak ekan. Nafl. Qishki bo'lmasa ham Qur'on tilovat qilishingiz kerak bizlar. Bitta Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Qur'on nozil bo'lgan. Alloh mahfazda. Ayollar ana oyoq kiyimimizdan yechib kirdik. Hozir masjidga o'chirib turibmiz. Ana masjidga kiramiz inshaalloh. Bismillah. Bismillah kiramiz inshaalloh. Sizlar bilan birgalikda. Tepan qaranglar. Bismillah. Subhanalloh. Alhamdulillah. La ilaha illalloh. Allohu akbar. Robbina atina fid dunya hasanat va fil oxirati hasanat va qina azabannar. Muhammadan rasululloh. Bismillah. Allah. La ilaha illallah. Allahu akbar. İllallah. Muhammadan rasululloh. La ilaha illallah. Yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir ilk Qur'onni tilovat qilgan ekanlar. Qaranglar, mana shu yerda o'tiribman. Hattoki yonimdagi pokistonlik aytadiki, men bu yerda o'tira olmayman deb. Eng oxirida o'tiribman deb, mana bu yerda o'tiribdilar. O'tira olmayman, o'tirdim, rasmga olib qo'yaman desam, yo'q deyaptilar. Mana shu yerdan turib barchalarni duo qildim. Superonani, Eralini, Superonani подписчик qizlarini, o'zimni подписчик qizlarimni, Allohim hammani o'zing bilasan, hammaligi menga omonatini yetkazishdi, hammaligini yetkazgandim. Chunki bu yerda duolar ijobat bo'lmasdan qolmas ekan biznillah. Hammalarni duo qildim, hammalarni. Hech kim esimdan chiqib qolgan. Isminglarni esimdan chiqarib qo'ygan bo'lsam, so'radim o'zim oila a'zolarimga ham shu borada. Hammalarni Alloh roziligi uchun yaxshi ko'raman. Eraliga shifo so'radim. Alloh shifo bersin dedim, yengillik bersin, Superonaga yengillik bergan, turmush o'rtoqlari bilan mushkullarini oson qilgin deb so'radim. دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رامه كل shunaqa qushlar bor, mana bu yerda mushuklar bor, jonzotlar bor. Savob bo'ladi mana shularni ham taomlantirsanglar. Agar mana shu tog'ga chiqmoqchi bo'lganlarga bitta go'zal ma'lumotni berib o'taman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hamma yoqda musor tashlangan, mana musor.
iloji bo'lsa sumkalarga savolinglar. Musor o'zi ko'chada ham, o'zimizdan O'zbekistonda yurganda ham mumkin emas bilsanglar ko'chada musor tashlash. Men har doim sumkamga savolaman. Mana o'zim musor tashlaydigan joylar bor. Mana shunaqa joylarga, musorlarga tashlasanglar maqsadga muvofiq bo'ladi va savob bo'ladi. Baribir Allohning uyi bu. Mana, subhanalloh. Allohning uyi ko'rdinglar. Umuman O'zbekistonda yurganda ham men juda ham yomon ko'raman. Hamma yo'lga musor tashlab ketishadi. Imkoni bo'lsa sumkaga savolinglar. Mayli sumkalarmi, mashinanglar musor bo'lsa ham, o'sha musor tashlaydigan joyda imkoni bo'lsa sumkaga savolinglar. Mayli sumkalarmi, mashinanglar musor bo'lsa ham, o'sha musor tashlaydigan joyda tashlasanglar savob ko'proq bo'ladi va betartiblik bo'lmaydi. Musulmon inson ozodalikka rioya qilishi kerak. Sunnatlar, maşalloh. Subhanalloh. Ko'ringlar. Makka va Madinada qancha ko'p xarajat qilsanglar, Alloh o'rnini to'ldirib, undan-da ko'p qilib beradi inshaalloh. Miskinlarga yo'llarda miskinlar bor. Miskinlarga oldinglardan har bitta chiqqan inson behikmat chiqmaydi. Ihson qilinglar. So'raydi o'zi, ihson qildim. Mana bunaqa. Mana shu yerda har bitta sotib olingan narsa savob bo'ladi inshaalloh. U yoqda qimmat ekan, bu yerda arzon ekan degan narsa yo'q. Chunki mana shu yerda narsani olsanglar savob bo'ladi. Chunki bu yerda mana shu tog'larga chiqishi o'z emasdan, mana shu mushkila bo'lib chiqishyapti tepaga. Mana shu yerda ya'ni tijorat qilishyapti. Savob ko'proq bo'ladi qizlar, chunki bular qiynalib chiqadi. Bu yerda arzon, mana bu yerda qimmat degan narsa yo'q. Olinglar, ikkita dona narsa bo'lsa ham. Bitta shu yerda videoga tushishkim keldi. Sabab juda ham go'zal manzara. Mana shu tog'da har bitta duolar ijobatlanadi. Juda ham go'zal. Buni shuvoy ko'rish kerak. Kelganinglarda albatta chiqinglar. Ya'ni o'sha yerda yashirinib o'tirganlarda sut tashiganlar. Ayollar ayniqsa chiqish kerak, chunki hozir imkoniyat qilib qo'yishgan, mana bunaqa yuradigan yo'lakchalar qilib qo'yishgan, chiroyli qilib. Hadicha roziyallohu anhu qanaqa chiqqansiz nomani? Toshlardan chiqqanlar. Savob bo'ladi. Chunki Hadicha roziyallohu anhu ham chiqqanlar-da. Bu paytlar bunaqa imkoniyat bo'lmagan, mana bunaqa ushlaydigan yo'lakchalar bo'lmagan, mana bunaqa yerlar hozir qilib qo'yishga imkoniyat bo'lmagan. Qanaqa qilib chiqqanlar? Hadicha roziyallohu anhu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga tashigan bilasizlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda ham muhabbat bo'lganlariga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hajga borganlar qabrlar tepasida qabr Hadijamiz bitta g'ish yig'arkanmiz. O'shaning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatda aksariyat ayollarni ko'rdim. Ayollar degan ekan. Shuning uchun itoatli bo'lishimiz kerak turmush har bitta gap qaytarib, har bitta itoat qilmaganimizda astag'firullah jahannamda bitta g'ish, ya'ni o'zimiz uchun hozirlayotganmiz. Shuning uchun Hadicha roziyallohu anhu, Oysha roziyallohu anhu, Fatima roziyallohu anhularga o'xshashga harakat qilib ergashish kerak. Kim qanaqa nima deydi? Menga anaqasi yo'q, lekin men o'zim baribir o'zim aytganim qilaman. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ne ulamo va olimlar fatvo bergan taqdirda ham qalbingizga quloq tutinglar deganlar. Qalb hech qachon aldamaydi, chunki qalb Robbimiz bizaniki. Nima dedinglar? Qaranglar, go'zallik. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك
محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات